Assalomu alaykum kitob qimir do'stlar. Uyg'ur TV'ning roman o'qish programmasiga xush keldinglar. Tövəndə sizlərə yazğıcı Habibullah Abdulmutning Muz tutqan daryo nomli romanining 26-cı qismini anlatışqa başlaymiz. Yosh xonim mükçüyüb turib kamarga kirdi. Arqasidan savir qaçısı taşqan bola kirib keldi. Peljikturning yo'riqi atrofni chambar shaklda yo'rtib turardi. Yosh xonim darhol o'zlari kirgan yerning bir g'or ekanligini jazmlashtirdi. G'orning usti egiz, biroq tor edi. Atrofda hech nima yo'q edi. Faqat Peljikturning yo'riqida oltin qo'ng'ironglik to'qir bo'rining bir jup ko'zi go'yo kuyayotgan ikki tal qora ko'mir parchasidek qapoq janoqlarda yenib turardi. Mazkur bir jup ko'z ham yolqinjavotdi, ham ansiz edi. Va bu ko'zlar ham buyuk iztirob ichida edi. Va büyük bir mas'uliyatni ustiga olgandek jiddiy harakatda edi. Arqadan kirgan bola ko'zlariga ishonmagan qiyofatda g'orning mudir cho'qir tomlariga bir ko'z atgandan keyin o'shnisidagi so'mkasini darhol elib yerga qo'ydi va sirtmasini siyirib echib ichidagi paljukturni elib yondirdi. Bolaning harakatlari shunchalik chaqqon va aplik edi. Qo'shiqdek yuzida shundoq bir jasurlik, shundoq bir o'ziga bo'lgan ishonchlik ifoda yilqib turardi. Bu xil ifoda yosh xonimni taң qoldirdi. Buning bilan ona va bolaning qo'ldagi mashaldek yenib turgan ikki peljuktor g'orning ichidagi kichikgina bo'shliqni texim yo'rtib. Ammo to'qir bo'ri bu yerda uzun turishning ahamiyati yo'qligini bildirgandek o'ng tarafdagi tor bir yerga kirib mangdi. Yosh xonim to'qir bo'rining harakatlaridagi buyruqni darhol idrok qilib, yerdagi so'mkasini qo'liga oldi, balami so'mkasini o'shnisiga qayta ostida, opasining oldida to'qir bo'riga agishib mangdi. G'orning ichida go'yo birileri maxsusdan yer osti tunnel qazgandek ichilgan tor bir yo'l bor edi. To'qir bo'ri dal oshu tor yo'lda unsiz ketayotdi. Ona va bolami hayronlik ilkida orqadan iz bosib ketayotdi. Mana bu yerlar tashqi dunyodan aloqasi uzilgan pinhon bir makon edi. G'orning ichiga kirgan har kimning sirtidagi dunyodan aloqasi biroqla uzilatdi. Hatto sirtda odamlar yashaydigan bir dunyoning borlig'ini esidan chiqarib qo'yatdi. Chunki sirtdagi dunyo shunchalik go'zal ko'ringani bilan g'orning ichida qorong'ulik cho'mkalgan xotirjamlikka yanili yetmaydi. Odam g'orning og'zidan yiroqlashgan sari kichikina kamardan kirayotgan yo'riqlikdan uzoqlashib, asta-asta quyuqlashib berayotgan qorong'ulik ichida yo'qolib ketadi. Gerçi sirtqi dunyoning ustidagi bepoyon bo'shliqdan har zamon yo'riqlik tushib tursa-mu, biroq ashu cheksiz olam bo'shlig'ining ostidagi insonlar xotirjam emas edi. Ularning hayoti doim xatar ichida edi. Darvaqa g'orning ichi qorong'u bo'lsa-mu, yosh xonim bilan bolaga xotirjamlik bag'ishlagan edi. Ular burunqidan necha his xotirjamlik tuyg'usi bilan Peljikturning yo'riqida Ayıqın astida chiqib turgan o'ng'ul-do'ng'ul taşlarga putlashmay ketayotdi. Ular shu mang'ancha taxminan 3-4 kilometr mang'andan keyin oldida yo'l boshlab bahramon ketayotgan to'qir bo'ri birdinla to'xtab, meyib putini sal egiz ko'tarib turib, g'or yo'lining o'ng tarafidagi qiyo toshlardan uzilgan temiga shar qilib qo'rqinchli ovozni chiqarib seydi. Peljikturning yo'riqi ro'shan ravishda yo'rtib turgan uzun tuklar orasidagi zakrisidan chiqayotgan sapsariq suyruq, cho'qchiyib chiqib turgan toshlarni chiliq-chiliq ho'l qilib yetib borardi. Bag'an sari kuchayotgan suyruq tovushi xuddi egiz chaqratmadan tushayotgan suvlarning ovozidek ovozliq edi. Hatto mazkur ovoz bo'rining bor kuchi bilan huvlagan chaqdagi huvlishini besib tushgidek darajada edi. U siyib bo'lgandan keyin orqasida nima qilishni bilmay turgan ona va bolaga bir qarab qo'yib, mangay deb turganda, bolaning musiygisi kirib, qo'ldagi piljukturni qo'ltiqqa qistiribla aldirashlik bilan ishtinning oldini echib, o'ri turgan peti to'qir bo'ri siygan yerni chanlab siydi va cho'ng bir ishni qilgandek mag'rur ishtinning oldini attida, onasi qarab miqida kulib qo'ygandan keyin ixtiyorsiz qarab turgan to'qir bo'riga qarab turib, "Endi mangsang bo'ldi" degandek qilib beshini yengil midiriltib ishorat qildi. To'qir bo'rimi aqliga ishorat yamonga juvaldirus degandek, bolaning ishoratini tushanda bo'lg'ay, oz qoqlagan peti oldiga qarab ravon bo'ldi.
Ana ve bala garның içide qanchalik uzunluqdaki yılan izdek yollarda mağmusun, haman toğru yönünüş ketip barğanlığı işençisi kamil edi. Ve haman məqsədləri ilgirləb atatdı. Ana ve bala әні şu tariqida tokurning yolu köp, qachining epi köp degandek, to'xtamay yo'l elib ketib atgan tokur börning orqasidan gene bir saatchi mang'andan keyin kang-kangri bir joyga chiqib qoldi. Bu yerning ichi illiq, havosi musab edi. Tokur böre bu yerga kelganda go'yo keladigan joyimizga keldik, endi aram elibinglar degandek qilib, kang doirning tuvan tarafiga to'g'ri keladigan bir joyga kelib turdi. Aslida bu yer go'yo cho'ng bir qozonga o'xshaydigan joy bo'lib, atrofi tuvandan yuqori qarab o'xshash bir nisbatda egizlagan edi. Ushbu yerga shundoq qaragan odamga qadim Vizantiyaning teatrxonalarini eslatdi. Tokur böre go'yo teatrxonaga kirdigan tomoshabinlarning beltin tekshirguchi odamdek turgan joyida midir-sidir qilmay turadi. Ana va bola to'xtamay böre yo'rg'isida yo'l manganlik uchun charchab ketgan edi. Bala bir chetga qo'yib qo'ygan o'rindiq o'xshaydigan bir toshning yoniga kelib, somkasini yerga qo'yib ustida o'ltirdi va qo'ldagi palini sug'urib chiqarib, toshning ustiga qo'yib qo'ydi. Yosh xonimmo darhol o'g'lining yoniga keldi. Yerda hech qanday chang-to'zon yo'q edi. Go'yo birlari kelib tozalab qo'ygandek, toshlarning usti pak-pokiz edi. Yosh xonim to'kir böriga qaradi va o'g'lining yonidan sal yiroqlashib, asta to'kir böriga yaqinlab keldi. To'kir börining turgan yerdan tövanga qarab so'zilgan tor bir yo'l bordek qiladi. Biroq u yer hech nimani ko'rgili bo'lmaydigan darajada qorong'ulik ichida turadi. Ashu tarafdan kelayotgan sovuq sap havo yosh xonimga bir xil rohatlik baxsh etayotgan edi. Ashu qorong'ulik ichida qolgan yo'lni ko'rgan yosh xonim ichida, balki bu yo'l sirtqi dunyoga tutishadigan yagona yo'l bo'lishi mumkin. Biz turgan mush yer bo'lsa, dal biz qarab qochgan erkinlikning eng oxirgi bekiti bo'lsa kerak deb o'yladi. Tokur böre turgan joyida midirlamay qarovullik qilayotgan postek ularning oldinda to'rab turgan edi. Yosh xonim qo'ldagi piljuklarni g'arning ostiga qaratdi va yerni sinchilab kuzatdi. Birinchi bo'lib tokur böre turgan yerda turgan bir parcha teriga ko'zi tushdi. Mana bu parcha teri bo'lsa, bovisining juvisining kesilgan pechining dal o'zi edi. Terining shakli juvining puchug'ining shakliga tamoman o'xshash edi. Yunglarning uzunluğu juvining yunglarining uzunluğu bilan teng edi. Biroq teri upiragan bo'lib, oq yunglari kirlashib ketgan edi. Yosh xonim teriga qarab turganda tokur böre asta kelib, shu terining yendagi dog' yerga so'ngini qo'yib o'ltirdi. Arqadanla enkini oldi, ikki putining ustiga chaplab yotdi. Demak, tokur böregimi harduq yetgan edi. Yana bir jihatdan ona va bolaga bugun kechda mushu joyda tunaymiz degan bishoratni berayotgandek qiladi. Tokur börening yendi tashlanib turgan juvining parchasini ko'rgan yosh xonim ajoyib hayronlik ichida og'zini tutibla qoldi. Ani shu tangdish yo'q hayronlik ilkida atrofni yo'rtib turgan peljoklarni o'g'livar taraf qaradi. Bolaga endi harg'inlik yetgandek qiladi. U yendiki toshning ustiga qo'yib qo'ygan paliga beshini qo'ymoqchi bo'ldi. O'g'lining holini bayqagan yosh xonim darhol o'y fikrlardan ozod bo'lib, o'g'li qo'ziqiga ozroq bir narsa yeb olgandan keyin uxlashni aytib, somkasini og'zidan darhol ochdi va ichidan bir tal sham bilan bir qop sarangini oldi. Sham bilan sarangi qapi shunchalik sovuq edi. Yosh xonim darhol sarangining namlashib qolganligidan ansiradi va qo'lda bir tal muz parchasidek turgan sarangi qapining ichidan bir tal sarangi tilini sug'urib oldi va sarangi tilining gungurtliq beshini gumon nazari bilan silab boqdi. Darvaqa sarangi tilining gungurtliq qop-qora beshi quruq edi. Buning bilan ko'ngli tinchigan yosh xonim sarangi tilining beshini sarangi qapining yon tarafiga kuchab surtdi. Sarangi tilining beshi darhol o't elib, vallida yondi. Yalqunjab turgan sarangi tilining yo'ruqligi bilan tang yosh xonimning ko'nglimi vallida yo'rib, ichini issiq xotirjamlik tuyg'usi asir oldi. Endi qo'lining kuyib ketmasligidan ehtiyot qilgan yosh xonim chaqqonlik bilan qo'ldagi uzluksiz kuyayotgan sarangi tilni yana bir qo'lda tutib turgan muzdek shamning pilkiga tekkizdi.
Nihoyat shamı yiqildi. Saranga tilning o'tishiga ulguribla shamning yo'riqi saranga tilning yo'riqining o'rnini egallab, atrofni texim yo'rtib o'tdi. Yosh xonim buning bilanla bo'ldi qilmadi. Somkasidan yana bir tal shamni sug'urib elib yondirdi. Әмді балының қолдегі пелжекторның ролы қалмаған еді. Şu sebepten balı qo'ldagi peljektorni o'chirib, onasining qo'ldagi shamdan birini qo'liga oldi. Ona va bola qo'llarida tutgan sham bilan g'arning ichiga nazar tashladi va o'zlarining qanday bir yerda turayotganligini texmi aniq farq etdi. Ikki shamning kuyishining badaliga g'arning atrofini cho'lg'ab turgan qorong'ulik biroqli ko'tarilib ketgan edi. Yenib turgan shamlari o'zlarining nurini favqulodda yorqin chechib, asrlardan buyon qorong'ulikqa banit bo'lib yotgan g'orning ichini ro'shan ravishda yo'rtib o'tgan edi. Ular turgan joy aslida odamni tong qoldiradigan mo'jizlar bilan bezalgan bir yer edi. Bola zaytundek paqirab turgan ko'zlarini g'orning tomlariga sizilgan qiyotash rasmlariga tikdi. Yosh xonim darhol o'g'li qarab turgan tarafga burilibla odamning ko'zini qamashtiradigan usta bir san'atkor sizgan qiyotash rasmlarini ko'rib, dong etib turib qoldi. Har ikkalisi go'yo Amerika qit'asini topgan Kolumbusdek shunchalik xush bo'lib, hayronlik ichida qolgan edi. G'orning tomlariga har xil rasmlar sizilgan edi. Ona va bola go'yo cho'chaklar dunyosiga kirib qolgandek bo'lib qolgan edi. Ularning chiroy ifodasidan ajoyib hayronlik yolqib turardi. Ular garang holatda xili uzoqqa tom qarab turib qoldi. Hozir ularga kechining qaysi chaq bo'lganligi noma'lum edi. Atrofda hech qanday shapi yo'q edi. Ya sirtin yo'riqlik tushib turadigan bir yo'chiqmi ko'rilmaydi. Ko'rayotgani faqat g'or tomlariga sizilgan jonliq odamlardek gavdilanib turgan qiyo tosh sizimlar edi. Sizilgan rasmlarda har xil obrazlar jonliq gavdalantirilgan edi. Bu rasmlarning ba'zilari at ustida o'ltirgan ovchining salimini piyqaratgan peti tayğanning yordami bilan qo'lan to'plari tarafga chepib ketayotgan manzarasini shunchalik jonliq gavdalantirib turgan bo'lsa, ba'zilarda tog' tekillari, bug'u marallarning obrazi gavdalantirilgan edi. Yana ba'zi rasmlarga o'q qurallari egiz ko'tarib, usul o'ynayotgan odamlarning ko'rinishlari sizilgan edi. Mana bu rasmlar qanday maqsadda sizilgan bo'lishidan qat'iy nazar, kuchlik va ro'shan qoyil qilish kuchiga ega eng dastlabki insonlarning san'atkor qo'llari bilan ro'yobga chiqqan birinchi qatlam tasviriy san'at yodikorligi bo'lib hisoblanadi. Her bir rasm real aynan, canlıq harekatchan ve simvollik ifadeleştek tasviri sanatning qonuniyatlariga uygun asasda sizilgan edi. Bo'libmi mazkur qiyotash sizimlarning ichida yosh xonim bilan bolni o'ziga eng jalb qilgan narsa bo'lsa, yiroqdan kelayotgan bir otliq odam va uni kutib turgan bir ayol bilan bir bolning rasmi edi. Mana bu rasmdagi mayli otliq odam bo'lsin, mayli ayol bilan bola bo'lsin, hammasi nihoyatda aniq, nihoyatda obrazliq, nihoyatda mukammal sizilgan edi. Ushbu rasmni sizgan va yoki ashu g'or temiga o'ygan rassom faqat rasm sizish uchun emas, balki muhabbat uchun yaratilgan san'atchilik qiladi. Darvaqa ashu bir oila kishilarining obrazini, ularning his tuyg'ularini, xushalliqi va hasratlarini nihoyatda obrazliq aks ettirib bergan edi. Bularni gavdalantirgan rasmlarning figuri ajoyib yuqori mahorat bilan sizilib qolmay, yana har bir siziq o'zining muhabbatini qatgan edi. Har bir siziq odam anatomiyasining elementlariga tamoman uyg'un shaklda sizilgan edi. Ega kim ayol va bolaning qo'llarini ifodalab turgan inchik siziqchilar kishida ajoyib bir muhabbat qo'zg'aydi. Chunki ular ashu odam obrazini gavdalantirgan siziqlar ichiga qapsilib qolmay, balki tam aksincha ashu siziqlar ichida nihoyatda erkin, nihoyatda tabiiy, nihoyatda jonliq bir shaklda kishi ko'z oldida tirik odamdek namoyon bo'lib turadi. Yiroqdan kelayotgan ovchining obrazimi yosh xonim bilan bolaning ko'zi oldida alohida jonliq namoyon bo'lib turayotgan edi. Gerçi bu rasmlar inson oyog'i tegmagan qorong'u g'orning tomlariga sizilgan rasmlar bo'lsa-mu,
Halbuki әні şu ovchining at üstüdeki mag'rur qiyofati bo'lsa, bajoyiki o'z o'g'ligan o'g'lardek erkin, jasur va o'g'ligan o'g'lardan mamnun bo'lib baxtga cho'mgan qiyofati ro'shan ravishda namoyon qilib bergan edi. Yana kelib bu sizimlar tabiat bilan butun bir gavda bo'lib, mushu qorong'u g'orning ayrilmas bir parchasiga aylanib ketgan edi. Shundaqla qarig'ini odamga bu rasm qo'lda sizgan emas, balki mushu g'orning tosh tomlari bilan bir butun gavda bo'lib yashab kelayotgan bir oila kishilardek shunchalik jonliq ko'rinayotdi. Vaholanki rasmlar jonsiz turgan narsa bo'lsa-mu, mazkur rasmdagi ko'zlarda hamma narsani ko'rib turayotgandek ifoda chiqib turadi. Xuddi bu g'orning ichidagi bo'lib o'tgan ishlardan xabari bordek, aslida rasmdan halqagan jonliq odam emas, balki odamdan halqagan bir ilohiy mavjudotdek tirik turayotdi. G'orning ichidagi rasmlar mushu insoniyat dunyosidan yiroq, inson oyiqi bosmagan g'orning ichidagi sirli qiyotoshlarga insoniyat jamiyatining dastlabki ibtidoiy jamiyat davrida sezilgan bo'lish ehtimolidan yiroq emas edi. Ana shu rasmlardagi hamma narsani gavdalantirgan har bir siziqlarda muhabbat bilan sevgi va judolik bilan hazrat, iroda bilan jasurlik julanib turadi. Bular asrlar bo'yi kun tushmaydigan g'orning ichida bahayvat turib, mushu kunlargacha yetib kelgan edi. Dal mushu vajidan mazkur rasmlar inson engida sonsizligan o'y fikrlarni uyg'otadigan o'yg'otuvchi madaniy yodikorliklarimizdan hisoblanadi. Ana va bola shu damda ana shu rasmlarga qarab, erkinlikka bo'lgan orzusi, baxtlik oilaga bo'lgan tashnoligi texim yuksalgan edi. Ashu rasmlar yana ana va bolaning zehnida ajoyib o'ylarning uyg'onishiga sabab bo'layotgan edi. Yosh xonimning ko'ngli birdinla beorom bo'ldi. Ushbu rasmlarga inson sevgisi, muhabbati, yaxshiligi, vijdoni va axloqi yoshiringandek, ayni zamondagi ibtidoiy insonlar ana shu sevgi, muhabbat qatorliq inson fazilatiga xos alomatlarni mangu saqlash uchun mushu sirli g'orning tomlariga sizib saqlagandek, shu vajidan bo'ri mushu joyni o'zi yashaydigan yagona makon qilib tanlagandek, hamda o'zirik yaxshi insonlarga bo'lgan muhabbatni o'zgartmay ta bugungi kunlargacha saqlab kelayotgandek, mabodo g'orning o'rni sirtqa oshkorlanib ketsa, rasmlarning yuzlari cho'qilib, gavdalari bozilib, ana shu yaxshi inson xos fazilatlarning hammasi biroqla yo'q bo'lib ketadigandek bilinib ketdi. Darhaqiqat mazkur g'or tomlaridagi tasviriy san'atning ibtidoiy mazmunlari va uningda ifodalangan obrazlik tafakkur bo'lsa, yanla hozirgi zamon insonlarining his tuyg'ulariga ajoyib muhabbat va hasratlarni qo'zg'atmay qolmaydi. Shuning bilan birga yana ayni zamondagi ajdodlarimizning tafakkur ruhiyatining o'sib berishini tushundiradigan ko'rinishlik uchur bo'lib hisoblanadi. Halbuki navbatda insonlardagi sevgi, muhabbatning, sadoqatning, axloqning gullari so'lishib ketgan bo'lsa-mu, san'atning gullari mangu po'raklab turdi. Mayli tom rasmlari bo'lsin, mayli qo'l yozma xotiralari bo'lsin, va yoki romanlari bo'lsin, mangu o'lmaydi. Mangu tirik turdi. Mayli g'orda va yoki yo'riq dunyoda bo'lsin, o'z go'zalligini, o'z mazmunini mangu namoyon qildi. Ularni ko'ydirib, o'chirib yo'qitib etishga har qanday bir zo'ravon kuchning qudrati abadiy yetmaydi. Yosh xonim qo'lda kuyayotgan shamning pijildab chiqarayotgan ovozining kuchayotganligini bayqadi va sham eritmasining qo'liga eqib tushib ketishidan ehtiyot qilib, shamni darhol toshning ustiga qo'ydi va o'g'lining qo'lidagi shamni darhol elib, sal nariroqdagi yana bir toshning ustiga obdan joylashtirdi.